Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur qirg'inchiligining javobgarlik va jazo qonuni nomli yangi bir qonun loyihasi tanishtirildi. Amerika Davlat Majlisining 2 nafar a'zosi Marco Rubio bilan Jeff Merkley 31 may e'lon qilingan bayonotida garchi Amerika Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini ma'qullagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligini hali ham to'xtatmaganligini tilga olgan. Ular shu vajidan irqiy qirg'inchilikka chetilgan Xitoy amaldorlarini jazolash doirasini yanada kengaytirish uchun yangi bir qonun loyihasini tanishtirgan. Bu yangi qonun loyihasi hali ham davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligida mas'uliyati bo'lgan Xitoy hukumat amaldorlariga qo'yilgan jazo tadbiri va sayohat cheklamasini kengaytgandan boshqa, Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Amerika Xalqaro taraqqiyot organining irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchraguvchilarga yordam berishi, ularning Xitoy kompartiyasining ta'tir tashviqotlariga taqobil turish faoliyatlarini qo'llashini o'z ichiga oladi ekan. Fransiya parlamentida ma'qullangan qarorda Yevropa Ittifoqi Uyg'ur majburiy emgikiga qarshi tadbir olishga chaqirildi. Fransiya Kengash palatasida ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgiki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning import qilinishini cheklash talab qilingan taklif loyihasi Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan sistemlik zo'ravonlik siyosatining irqiy qirg'inchilik tashkil qiladiganligini baholashni o'z ichiga olgan. Bu taklifga asosan Yevropa parlamenti va Yevropa Ittifoqi kengashining yangi savdo quroli yasab chiqib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqargan mahsulotlarni import qilishni cheklash nishonlanmoqda. Markaziy axborot idorasining boshlig'i Beijingga maxfiy ziyoratga borgan. Nopuzliq Amerika axborot vositalarining xabar qilishicha, Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burns prezident Baydenning ko'rsatmasi bo'yicha Beijingga berib, Xitoy davlat bexatarlik ministrligining boshlig'i bilan ko'rishgan. Aloqador xodimlarning oshkorlashicha, mazkur yig'inning maqsadi Xitoy bilan aloqa uzilgandan keyin tuyuqsiz kutilmagan harbiy to'qinishning kelib chiqishi va uqishmaslikning oldini olish uchun bir ochiq aloqa yo'li qoldirish ekan. Xitoy Savdo Ministerligi Amerika-Tayvan savdo kelishimiga qarshi turdi. Xitoy Savdo Ministerligining bayonotchisi Amerika Tayvan savdo kelishimining imzolanishidan qattiq norozi ekanligini va bunga qat'iy qarshi turganligini aytdi. Tayvanning Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini ta'kidlagan bayonotchi Amerikani bir Xitoy prinsipi va uch birlashma xitobnomaga amal qilishga, Tayvan bilan bo'lgan iqtisodiy va savdo munosabatini ehtiyotkorlik bilan o'ylanishga chaqirdi. Saudiya Arabiston bilan Xitoy energiya sohasidagi ikki taraflik hamkorlikni muzokara qildi. Saudiya Arabiston energiya ministri Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Xitoy davlatlik energiya idorasining boshlig'i Zhang Jianhua bilan energiya sohasida ikki taraflik hamkorlikni taraqqiy qildirishning mumkinchiligini muzokara qildi. Bin Abdulazizning Zhang va uning hamrohlari bilan poytaxt Riyodda ko'rishganligi bayon qilingan. Sullivan Rossiya va Xitoyni to'sish uchun texnik ko'p yadro qurollariga ehtiyoj yo'q. Sullivan Rossiya va Xitoyni to'sish uchun texnik ko'p yadro qurollariga ehtiyoj yo'q dedi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jek Sullivan Amerikaning ilg'or yadro qurollari iqtidoriga ega ekanligini, Rossiya va Xitoyni to'sish uchun Amerikaning buningdan keyin texnik ko'p yadro qurollariga muhtoj emasligini aytdi.